pishishga sal qoldi desam ishonmanglar, ertalabdan turib xolvetar qilgim keldi nimagadir. Oldin esingizda bo'lsa oyijon, buvijonlarimiz juda ham ko'p qilib berishardi. Shunaqangi yegim kelib ertalabdan turib qildim. Oldin ko'p qilishardi aytgandim, hozir qilishadimi yo'qmi bilmadim. Kim qiladi, kim qilmaydi kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zi xolvetar nimaligini biladiganlar bormi yo bilmaydiganlar ham bormi? Unim qizarib olguncha choylarimizni chiroyli qilib damlab turaman deb asad choylarimizdan, aberti choylarimizdan olib choy damlab oldim. Bilasizlar, biz har doim shu choylardan olamiz. Juda ham premium kачествоda zo'r qilib chiqarishgan, ranglarini qaranglar. Bittada chiqadi. Orada Nuriyani qaranglar, qarab turishini. Choylarimizni ham damlab oldik. Sizlarga ham kerak bo'lsa pasta atmetka qilib qoldiraman. Orada xolvetarlarim qizarib oldi. Mana keyin tayyor shakarli suv qilib oldim. Shuni sovib oldim. Xolvetar qilmaganimga ancha bo'lgani bilinyapti. Silikonli cho'michim erib ketdi dedi. Keyin oddiy cho'michga o'tib oldim. Tarelkaga va piyalaga hamma har xil solar ekan. Men tarelkaga soldim, что tez-tez sovishi uchun. И вот tarelkalarga solib oldim. Chiroyli qilib shunaqangi hidlar приятный bo'ldi. Odam ishtahasi ochiladi. Tayyor qilib choylarni ham qo'yib oldim. Nuriyaga ham berdim. Shunaqangi mazza qilib yedi. Voy, o'zimga o'xshab xolvetar yoqtirar ekansan, qizim dedi. Ham xolvetarlar qilib turasanmi? Kommentariyaga yozinglar.